yangi uylarimiz bor. Bular qaytarilib va 5 millionlik, 3 millionlik yangi loyihalarimiz bor. Naqd bor. Klasifikatsiya qilamiz. Qo'shimcha mahalla loyihamizga 50 million turgan ochildi. Bundan tashqari 300 milliongacha kichik tadbirkorlar rivojlantirish uchun 300 million kirgizildi. 100 milliongacha bezgarov, 200 million qo'shimcha garov bilan 300 milliongacha tadbirkorlik qilamiz sanaymiz. 5 yilgacha turlarni baliqchilik, parrandachilik, kichik qanaqadir tadbirkorlik qilamiz sanaymiz. Hammasi kiritmalarimiz bor, ochilgan. Hamshiyatda bitta shohlarda tadbirkorlik qilaman degan istagi bor, lekin imkoniyati yo'q bor, lekin bemalol jo'nat sanaymiz. Biz qabul qilib kredit bilan keyingi ishlari bo'yicha kreditdan qandaydir mahsulot ishlab chiqsa, uni sotolmayaptimi, tadbirkor bozorga kirolmayaptimi, bu yo'nalishlar bo'yicha biz yordam qilamiz. Kimda qanaqa savol bo'lsa, qanaqa tushunmovchilik bo'lsa, bemalol eshik qilamiz va joyiga borib o'rganish kerakda, joyiga borib o'rganib masalani yechib beramiz. Bugungi kunda muhtaram prezidentimiz siyosati shunday, tadbirkor bilan uchrash, tadbirkorga kirib ber, tadbirkor ish bilan ta'minlansin. Maqsadimiz bitta, xalqni ish bilan ta'minlash. Shuning uchun bizlarda shunaqa kreditlar bor, 3 xil 5 millionlik, 7 millionlik, 50 million, 300 milliongacha shu xalqimizga mos qiladigan kreditlar olib ishlashlaringiz